Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xatna qilish haqida so'rabdilar. Sunnat qilish haqida ma'lumot bering. Ba'zi joylarda insonlarni ko'ryapmiz, xatna qilinmagan, sunnat qilinmagan. Bular o'qigan namozlari qabul bo'ladimi yoki musulmon deyiladimi debdilar. Xatna qilish erkaklar haqida vojib, farz ya'ni. Ayollar haqida esa sunnat. Xatna qilish sunnatliligi, bu vojibligi bizning insonlarda bu sunnat deb nomlanib qolgan. Aslida sunnat deganda odamlar o'ylagandek sunnat emas, ya'ni bu Rasulullohning yo'li degan ma'noda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashru minas sunna avil fitra, 10 ta xislat borki sunnatdan, ya'ni fitratdan deb zikr qilganlar. Shundan olib odamlar xatna qilishni sunnat qilish deb nomlab olgan. Buni haqiqiy ma'nosi esa bu Rasulullohning yo'lidan, islom yo'lidan degani. Bu farz bo'lishligiga qaramasdan, lekin xatna qilinmagan odam kofirsan, dindan chiqqansan deyilmaydi. Balki bu odam qattiq gunohkor odam bo'ladi. Va xuddi shunday o'qigan namozlaring ham maqbul emas deyilmaydi. U namozi o'z yo'liga, uni xatna qilinmaganligi gunohi o'z yo'liga. Bu masalalarda bir-biriga daxli yo'q. Ya'ni xatna qilinmaslik bir iymon yoki kufrning sharti emas. Bu inson faqat gunohkor bo'ladi xolos. Musulmonlarni shiorini bir tark qilgan bo'ladi va o'zini najosatga giriftor qilgan bo'ladi. Agar bir shunaqangi insonni uchratilsa, unga amr ma'ruf nahy munkar qilib tushuntiriladi, lekin bu bilan uni bir musulmonlik safidan chiqarilmaydi. Vallohu alam.